Bo'pti, ketdim men. Bor ketur. Nima men erkak kishi bo'lib turib seni yalinib olib qolishim kerakmi? Yashamasang yashama, bor yo'qol. Voy, Sinam, xush kelibsan. Yaxshimisiz aka? Qachon kelding? Tinchlikmi? Boya keluvdim. Kuyovingiz yolg'iz qolmagin deb 2-3 kunga jo'natib yubordilar. O'zlari komandirovkaga ketuvdilar. Xotiram aka, 2-3 kunda keladilar. Keyin ketaman. Urushib qolganimiz yo'q. Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Ha, kuyov bola? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qalay bo'ldi komandirovka? Komandirovka. Sinim aytganingda 2-3 kun komandirovka ketganlardi. Umi. Uy, yaxshi, xudoga shukr, yaxshi o'tdi. Ha, yaxshi. Ha, kiring ichkariga. Yo'q, aka, hozir ozgina shoshib o'tdim. Keyingi safar bafurja o'tiradigan bo'lib kelarman. Bo'ldi, hozir chaqiraman seni. Xo'p, rahmat. Ne aytmading uydagilaringga? Endi uydagi gap bu, ko'chaga olib chiqmayman. Siz bilan bugun urushgan bo'lsak, ertaga yarashib olamiz. Oilada shunaqa bo'lib turadi o'zi. Uydagi muammoni ko'chaga olib chiqib jar solish o'zimizni obro'sizlantirib qo'yadi. Bizning urushganimiz tez esimizdan chiqib ketadi, lekin boshqalarning esida har doim qoladi.